Endi masalaga qaraymiz. Dilrozning darsi 13:05 da boshlanadi. Uning tushlik qilishiga 17 daqiqa, kiyinishiga 12 daqiqa, uydan maktabga borishiga 23 daqiqa vaqt ketadi. U 12:20 da tushlik qilishni boshladi. Dilroz maktabga kechikadimi? Agar kechiksa necha daqiqa kechikadi? Agar vaqtli borsa, necha daqiqa vaqtli boradi degan savol qo'yilgan. Endi masalani yechishga o'tamiz. Qisqacha masala shartini yana tushuntirib o'tamiz. Dars boshlandi 13:05, tushlik qilishga 17 daqiqa, kiyinishga 12 daqiqa, maktabga borishga 23 daqiqa sarf qiladi. Dilroz 12:20 da tushlikka boshlasa, maktabga kechikadimi? Kechiksa qancha kechikadi? Vaqtli borsa necha daqiqa vaqtli boradi? Shuni so'ragan. Endi biza birinchi qiladigan ishimiz bu hamma jarayonga tushlik, kiyinish, maktabga borishga jami qancha daqiqa ketishini birinchi aniqlab olishimiz kerak. Demak, hammasini qo'shsak, 17 daqiqa plus 12 daqiqa plus 23 daqiqani qo'shsak, hammasi tushlikka boshlashdan boshlab maktabga yetib borguncha qancha vaqt ketishini aniqlab olamiz. Demak, 17 daqiqa tushlikka plus 12 daqiqa kiyinishga qo'shamiz, ya'ni 23 daqiqa maktabga borishga. Shuni qo'shsak necha chiqishini aniqlaylik. Ya'ni bu 17 ga 12 ni qo'shsam 29 plus 23 ni yozib olay. Qo'shib 23 orqasiga teng bo'ladi. 9 ga 3 12 ni ikkisi, 2 2 4 bir dildagi bilan 5. 52 daqiqa ketar ekan. Jami 52 daqiqa ketadi. Demak, 12:00 da tushlikka boshlasa 52 daqiqadan keyin maktabda bo'ladi. Demak, yozaylik. 12:00 ga bizlar qo'shamiz 52 daqiqa, ya'ni 1 soatimiz 60 daqiqa, ya'ni 60 minut, 52 daqiqamiz 0 soatu 52 daqiqa bo'ladi. Shuni qo'shishimiz kerak. Teng bo'ladi. 12:20 edi bu. 00 yozibman. 12:20 da boshlagan. 12:20 da boshlagan bo'lsa, qaradik, buni nima qilaman? 12:20 qilaman. Demak, bunga 40 daqiqani qo'shsam 13 bo'ladi. Chunki 1 soatimiz 60 daqiqaga teng, 20 minut o'tib bo'lgan, 40 minutdan keyin 1 bo'ladi soat. Plus qilaman 0 40 plus 0 soat 12 minut qilaman. 40 minutga 12 minut qo'shsam 52 minut bo'ladi. Endi 12:20 da boshlagan, 40 minutni qo'shsam bunga 13:00 bo'ladi soat. Plus yana 12 minut qo'shishim kerak. 0:12 qilaman buni. Barobar. Demak, 1:00 ga 12 minut qo'shsam, ya'ni 12 daqiqani qo'shsam, 13:12 bo'ladi. Demak, 13 dan 12 minut o'tganda Dilroz maktabga yetib borar ekan. Oddiy qilib yozadigan bo'lsam, mana 12:20 edi, ya'ni qisqa qilib yozay. 12:20 da 20 ga men 52 daqiqani qo'shishim kerak. Daqiqani qo'shishim kerak, teng bo'ladi bu. Tepasini o'chiray. 12:20 ga 40 daqiqani qo'shsam 1 bo'ladi. 13:00 bo'ladi. Yana menda 12si qoladi daqiqasi. Ya'ni 1:00 bo'lsa 12 daqiqa qo'shsam 13:12 bo'ladi. Ya'ni 13:12 bo'ladi. Mana 13:12 da yetib boradi maktabga u. Lekin dars boshlanadi 13:05 da boshlanadi. Ya'ni u demak 13:05 da boshlanadigan bo'lsa, 13:12 da yetib borsa, mana 13:12 da yetib bordi. 13:05 da dars boshlanadi. Demak, dars boshlanib bo'lgan bo'ladi. Chunki 13:05 da boshlanadi. Demak, 13:05 da boshlanadigan bo'lsa, 13:12 da yetib borgan, 13:12 dan 13:05 olsam 0:07 bo'ladi. Demak, Dilroz 7 daqiqa kechikar ekan. Chunki 13 dan 5 minut o'tganda, 5 daqiqa o'tganda dars boshlanadi. U 13:12 da yetib borgan, 7 daqiqa kechikkan. Demak, javob mana bu yerga yozib qo'y. Kechikadi 7 daqiqaga. 7 daqiqaga Dilroz kechikib borar ekan darsga.